Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını kirşanlarını qızğın qarşı alımız. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 15 sentabr günü Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Təşkilatı Amerika hökumətini Uyğur panohlik işləri və göçmənlik məsələsini həll qilishqa, Şərq Türkistanda yüz berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishqa, Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish uchun harakat qilishga chaqirish maqsadida namoyish o'tkazdi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammalarning qimmatli vaqtlarini chiqarib, bugungi namoyishga, ya'ni Xalqaro demokratiya kundagi Amerika Davlat ishlar mahkamasidan Uyg'urlarning siyosiy panohlik ishlariga ko'ngil bo'lish talab qilib, o'rinlashtirgan bu namoyishimizga qatnashib berganlar uchun tashakkur aytamiz. Vatnimiz Xitoy mustamlakalari tomonidan ishg'ol qilgandan tortib, bugungi kungacha irqiy qirg'inchilik, madaniyat til assimilyatsiyasi, milliy kamsitish ve çatışmalarına kurban bo'lib keldi. 2014 yıldan başlap 3 milyondan 8 milyongacha Uyg'ur ve başka Türkiye milletler qayta tarbiyalash markazi nomidagi yig'ilish lagerlariga turmalarga solandi. Xalqimiz bu lagerlarda, turmalarda o'ltirilyapti, majburiy yo'qotilyapti, dafsanda qilyapti. Natijada Amerika, Angliya, Kanada, Çek ve yine başka bir neçe devletler Xitoy hükümeti Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik yurgizdi deb e'lon qildi. Biroq bu davlatlar iqtisodiy jihatdan import qilingan mahsulotlarga chek qo'yishdan boshqa Xitoy hukumatiga qarata hech qanday amaliy tadbir qilgani yo'q. Biz bugun Amerika hukumati yashayotgan bir fuqaro bo'lishimiz bilan Amerika hukumatidan Amerikada panohlik iltimosini yillar mobaynida tasdiqlanmay qiynalgan Uyg'ur qarindoshlarımızın siyasi panohlik iltimosini en tez sur'atda qarab chiqishni va ularga siyosiy panohlanuvchi bo'lish salohiyati berishni talab qilamiz. Shundaqla Amerika hukumatining Kongressmen Marco Rubio va Chris Coons tomonidan sunilgan S1080 qonuni, ya'ni Uyg'ur kishilik huquqini qo'llash qonunini tasdiqlash talab qilamiz. Va shu orqali Amerika hukumatining muhojiratga Xitoy hukumatidan qochib yurgan Uyg'urlarga alohida holatda en tez sur'atda tasdiqlangan ikkinchi darajalik viza erishiga yo'l ochib berishni umid qilamiz. Biz demokratiya xotirlangan bu alohida kunda Amerika hukumatining demokratiyani eng yuqori chekda oyoq osti qilayotgan Xitoy hukumatidan Uyg'urlar ustidan yurgizgan jinoyatlardan hisob berishga istashni talab qilamiz. Angliya parlamenti Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchisining parlamentga kirishini chekladi. Angliya Avam palatasining bayonotchisi Lindsey Hoyle va Lorddagi John McFall Xitoy bosh elchisi Jingning chorshanba kuni parlament yig'iniga qatnashishini cheklab, Xitoy elchisining Avam palatasi va ularning ish o'rinlarida ular bilan birga jam bo'lishning uyg'un emasligini aytdi. Mart oyida Angliya, Amerika, Kanada va Yevropa Birligi Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligiga mas'ul deb qaralgan Xitoy amaldorlariga jazo yurgizdi. Xitoy buningga qarata o'ch elish maqsadida yomon g'arazda yolg'onchilik va dezinfeksiya tarqatdi deb muhofizkor millat vakillaridan Tim Lofton, Neil O'Brien, Tom Togindat, Nusrat G'ani, Ishchilar partiyasidan Helena Kennedy, Liberal Demokratlar partiyasidan Daud Alton qatorliq shaxs va Xitoy tadqiqot guruhi, Muhofizkor partiyasining kishilik huquq komiteti, Uyg'ur sud mahkamasi va S8 sud mahkamasi qatorliq o'rinlarni jazolagan edi. Jazoga uchragan Silian Duncan Simis va boshqalar Xitoyning parlament yig'iniga kirishiga ruxsat qilinishning parlamentga haqorat ekanligini aytdi. Angliyadagi yangi Xitoy konsulining hududidagi binolarning oldida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar, Tibet va Hong Kongliklarga qarata yurgizgan inson haqlari dafsanchiligiga qarshi namoyish o'tkazildi. London minorining hududidagi Royal Mintni Xitoy 3 yil ilgari setib olgan. Ular Hamletis minori kengashidan Royal Mint atrofidagi ko'chalarning ismlarini Uyg'ur mahkamasi, Tibetdagi Hong Kong ko'chasi qatorliq ismlarga almashtirishni talab qildi. Yerlik hukumat 3-oyda o'qituvchi Killer Rabinaxon o'tirg'i qo'ygan ism o'zgartirishni tekshirish iltimosiga qo'shildi. Namoyishchilar konsulxonaning planlash iltimosi ishlanayotganda hukumat binosining texnik harakatga kelmaganligini, ko'chalarning ismining o'zgartirishining inson haqlarining simvoli ekanligini,
Şərq yaxasının izilgan insonlar uchun bir panohlanish nuqtasi ekanligini har vaqt Xitoy amaldorlariga eslatadiganligini, u yerning an'ana bo'yicha ziyonkashlikka uchragan musofirlarning makoni ekanligini aytdi. Mustamlika ustidan g'alaba qilish faqat siyosiy yoki harbiy jihatdagi ustunlik bilan ishga oshmaydi. Agar biz umumiy millatni, davlatning taqdirini chiqish qilgan iqtisod engini tiklay iqtisodiy jihatdan qulluqdan qutula olmaymiz. Siyosiy va harbiy jihatdagi g'alabani ta'min etish uchun iqtisod oldingi shartlardan biridir. Shunga mo'min sifatida isrofxo'rlik qilishga, kibirlanib, ko'ranglab ketishga haqqimiz yo'q. Marhum shahid, Barin inqilobining rahbari, vatanimizning hozirgi zamon tarixidagi mashhur kurash qahramoni Zaydin Yusuf bizga ana shunday bir nodir ulgu. Oddiy-sodda turmush stili, umumiyatchil iqtisod engining shamliq obrazini yaratib berib ketdi. Bir qatam kuchadan bir mujohid Zaydin Yusuf bilan ko'rishga kelibdi. Zaydin Yusuf mehmonning hurmati uchun uni oshxonaga tomoqqa taklif qilib, bir kishilik tomoq buyurtibdi. Mehmon yigit hayron bo'lib, "Siz-chi, o'zingizga nima ishqa buyurtmaysiz?" deb so'rabdi. "Mening qo'sqim to'q", debdi Zaydin Yusuf. "Endi tomoq vaqti bo'layotsa, qachonki yegan tomoqning gapini qilyapsiz? Sizmi yang birga yeyli", debdi mehmon yana. "Yo'q, yegim yo'q", debdi Zaydin Yusuf. "Sizni qartib qo'yib, men tomoq yesam bo'lmas, yerimini bo'lsimi yang? Men jim o'rtasam xijil bo'lgan bo'lsangiz, oshning suyini ishkash turay", debdi Zaydin Yusuf, yaz bog'lab ketgan navlarini yalab turib. Mehmon oshni yegicha suhbatini qilib ishni bitiribdi va yanada boshqa ishlar bilan vaqt chiqarmay qolmaslik uchun yenidan non elib oshning suyiga tugirib yeb, qusqini to'yg'izibdi. Bu holdan o'ng'aysizlangan mehmon qattiq ranjib, "Qusqingiz ochgan-ku, nemishqa tomoqni birga yeyli desam meni gollaysiz?" debdi. Zaydin Yusuf uni bezlab, "Siz buningdan ranjib yurmang. Mehmon bo'lganingiz uchun sizga tomoq buyurishim sohibxonlik qarzi. Ammo o'zim non yesammi hech qisi yo'q. Bir qacha oshning puli tejalsa, bir tal o'q setib olg'ili bo'ladi emasmi? Bizning ahvolimiz bizni oddiyroq yashashga undayotsa, bizning pul buzadiganqa nima haqqimiz bor?" debdi. Mehmon texmo ranjib, "Menmi xuddi siz bilan o'xshash yo'ldagi odam-ku. Menmi bir tal o'qni yutib etmasam bo'ladi-ku", debdi. Zaydin Yusuf mehribonlik bilan kulib turib, "Bu bir qatimliq mehmonlik hurmatingiz. Endi ikkimiz borni teng ko'ramiz", debdi. Mana bu bir jangchining turmushidan kichikkina detal. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.